Sizni do'koningizga murojaat bo'ldim. Bu orqasida turibdi. Buni vazirati bor. Kelib olib ketadi. Shirinliklarning vazirati. Nima vazirati bor? Musani. Hop, mazratda bo'lsa zalda turib sizlar sotdinglar-ku. Kimga sotdik? Mana chekim. Ha, savob shu. Ne buni? Ne buni sotdinglarmi? Yo'q. Hı. Qarab olmadingmi? Bilib turib oldingmi o'zing? Mana shu ko'rasan odam ko'pligini. Yo, men tushunmadim hozir. Zalda turgan narsani klient majburmi hammasini qarab olishga? Olishga majbur bo'laman. Men endi odam ko'pida sana kelib qo'ysam, erkemasdi bular. Nima bitta bot? Erkak bo'lish kerak. Hop, nima bo'tdi hozir bitta? Muddat o'tgan tovar sot. Nimaga? Hozir olib tashlash narsalarni? Chekimni qaytarib bering. Ha, chekingni o'zing berding. Men ko'rsatish uchun berdim. Olib qo'yish uchun emas. Narsalarimni qo'ying, tovarlar menikimi, sotib olganmanmi? Qo'y vazirati bor. Nega olib borib qo'yinglar meni narsamni bu? Antiga olib qo'y, pulingni ber. Meni narsam davomli. Tursin joyida bo'ldi. Yo'q, antiga olib qo'y bo'ldi. Joyiga qo'ying narsamni. Xolos, siz boshqacha masalada gaplashamiz. Qanaqa masalada gaplashasiz? Keldim. Kamerani qilmang, brat. Qilmang. Qilishaveradi, xavotir olmang, qo'lingizda oling, aka. Hayot erkak bo'lish kerak-a? Nimaga? Bolangiz bormi? Yo'q. Bolangiz bormi? Onangiz bormi? Bolangiz bor, ota-onangiz bor. Sen antenada bilib turib qo'ysan. Kam, necha yoshsan? Ha? 25 yoshman. 25 yoshsan. Kallang ishlaydi, to'g'rimi? Onging bor, bolang bormi? Men bolam yo'q, men hali uylanmagan. Lekin men ko'rib olaman shu narsani. Dядя Петя, ты дурак. Ha, siz ko'rib olasiz. Bolasi yo'la, bolasi borlachi. Qariyalachi. Nima ko'rib olmading? Qariyalachi. Nima ko'rib olmading? Men ko'rib olishim kerak. Buni olib qo'yishlik kerak. Sen antenada odam ko'pida qo'ysan. Yo'q, nimaga sen kamera oldiribsan? Hop, nimaga kamera oldiribsan? Odam xalq bilsin, shunga ogoh bo'lsin, shu narsani ko'rib olishni o'rgansin Sen deb. kut ishini qo'ysan, sen bilib qo'yasan. Uka, puka qilmaydi. Nima kut? Jonim. Sen antenada nafardan qo'ysan. Chaqiringlar. Yig'ishtiray. Maylimi? Nima mayli? Nima deganingiz bu hozir? Uchun sen aytmadim. Ichki ishlar bor tashqarida Bor nima? chaqirilib qo'ying. Kut ishini qo'ysan, kut. Bo'ldi. Bo'l ko'tligimizni ko'ramiz hozir. Borli qo'ying chaqir. Ko't akamiz-a biz. Ha, kut sen. Bo'ldi, gaplashamiz sizlar bilan hozir. Yaxshi majasiga gaplashib kerak emas, mana shunaqa gaplashamiz. Shuma uchun kelib u kechasiga gaplashsam bo'ladi-yu. Mana ko'rsatyapman-ku. Odam kelib ko'p syomka qilmoqchi. Xo'p, shu syomka bo'ladimi, bo'lmaydimi siz bilmaysiz-ku, to'g'rimi? Chiqadimi, chiqmaydimi? Bo'ladimi? Siz bilan to'g'ri gaplashsak chiqmaydi hech bola. Shundoq ketamiz biz shu yerdan. Soqqa so'ramoqchimisan? Ha, hozir soqqa haqida gap ketdimi? Yo, sen shunaqa Soqqa haqida yo'q, agar muddat o'tgan tovarni olib tashlab shu joyni o'zida utilizatsiya qilsangiz biz ketamiz shu yerdan davommi? u narsa vazirati bor. Kelib olib ketadi o'zi. Assalomu alaykum. Antenada shunaqa olsan. Toshkent Toshmina postdan o'tgandan keyin Oqtepa lavash to'g'risida do'kon bor. Favorit